Assalamualaikum hurmatly No'g'at Qo'g'ar 24 kanal katılışları. Bugünkü günge 4 Mart 2023 yıl biz Batken Oğlas Kızılka şaharındağı Molbazar açılgan eken şol жерге keldik. Daregen aytып ketken bolsak, Dareги mına No'g'at Kızılkия, No'g'at Qo'sh avtobus vokzalının sol jagында eski To'q bazarda qarаңыздар. Ona şol жерге keldik. Biz şol жерден маалымат алып беребиз sizlerге. Bizden alsay, like, boş komentar жазып qo'yinglar, hurmatly mına qarаңыздар. Keldik. Xudosa bismillah deb kire başladık. İsteyen gaz kengir eken bu жерде qarаңыздар. Qancha onu olsa ham batatda. Konteynerler var eken, var joğı var eken, soyası jayın eken. Mol bazar açılganına bugün toşta 2 juma boluptu, 15 gün boluptur. İşte tazı kızık жерге kireriz. Qarаңыздар. İsteyen gaz hem kengiri. Qancha onu olsa batat. Bu jağı Batken, Leylekten keletiken. Bu jağı No'g'attan kelet, No'g'at Qo'sh kelet. Qarаңыздар, mına çöptür hem kelet. Hurmatly qonlar, hazır ketdik mol bazara kireriz onda. İsteyen gaz hem kengiri. Hurmatly qonlar, suvi ham var eken, qarаңыздар. Aşxanası ham var eken, ışıkxanası ham jayında eken. Suvi kengir eken, qarаңыздар. Bu jer suvi jana Isteyenka da, bu çoğun Isteyenka. Qancha mashina olsa da batib ketadi, qarаңыздар. Isteyenkasi bekar eken. Pul albaydi, ақша albaydi eken. Kelingizlar hurmatly No'g'at Qo'g'ar 24 kanalının katılışları. Mol bazarga kelip, so'dan zar qilib ketsangiz bo'ladi. Kızılka shaharında. Kızılka'nın tak o'rtasında. Katta mol bazarga boramiz. Bu yerda cho'p bozor var eken, cho'p bozorni ham hozir chiqib tortamiz. Hurmatly qonlar, mana mol bazarga kirdik, xudo solib bismillah deb kirdik. Qarаңыздар, mol bazarda meseleler kengir eken. Qarаңыздар, mana bu жерде de nemesi var eken, qarаңыздар, hurmatly qonlar. Жақсы мына Кызылка шаарында мына мол 86 миллионда бола алыптыр. Екінші баласы мен ама. Экинчи баласы менен қараңыздар, бұл жер малдар келіп жатыр, қызығы. Қазір чекеден тартамыз, доқасач. Иншаллах, мал базар катта екен. Біз чекеден тартамыз да. Қараңыздар. Меселер hem кеңірек, навестері бар екен, қойлар бар екен, қараңыздар. Hurmatly qonlar. Мына қой базары отдельный екен. Mana qo'y bozor ekan, mana qo'y navesi ekan. Qaranglar, mana qo'y echki yaxshi ekan. Jonga sotdi ham xudo odamda keldi. Bu shaharda asla shashpay kelayotganda. Odamning mana yaxshi xudo xohlasa, qaranglar. Kengiri. O'l joqda unojinlar bor ekan. Yaxshi, qaranglar, mana tonlar. Mana navesi dile yaxshi ekan, qaranglar, mana tonlar. Navesi portlar kelayotgan bu joqqa. Maşina eşikte turadigan adam portfeller kiretken bu joqqa. Mana tonlar. Bu joqqa denni ekan. Mallar ögüzör turadi. Qaranglar, mana tonlar. Biz o narx çekiyor hozir. Ketdik anda. Qaranglar, mana qo'ydi mesele var ekan, qaranglar. Juda cho'ng ekan. Где-то 1 gektar chiqib qoladi o'xshaydi. 1 gektardan oshiqroq. Kızılka shaharındachi. Жаңы açılıptı. Hurmatly qonlar, qaranglar. O şu şeyde grant var ekan, hozir grant bilan ko'rsatamiz. Boribchi. Hurmatly qonlar, mana grantdan suv chiqadi ekan, qaranglar. Granti bor ekan. Suv chiqadi ekan, qaranglar, hurmatly qonlar. Barcha joyda ekan, suv bor ekan bu yerdachi. Hurmatly qonlar, kengir ekan, qaranglar. Bu joyi tasavvur cho'ng ekan. Men ham keldim bu yerga birinchi yol, ikkinchi haftasi ekan bu ochilganchi. Odamlar ham keladi. Qaranglar, juda cho'ng ekan. Mana qo'y bozor, qo'ydin mesasi ekan, echkilar mesasi ekan, qaranglar, qo'chqorlardan hazkatdan mollar tortamiz. Qaranglar, juda cho'ng ekan bu yerdachi. Oho. Tamam, 1 gektardan mosh chiqadi o'xshaydi. Hurmatly qonlar. Bir aytib ketmoqchi narsa, bu yerda ishlashga qilib turganda sement quyib qo'yibdi. Ne lay bo'lmaysiz-da, qaranglar. Mana lay bo'lmaysiz turganlar. Mana. Bu joy ham jo'nli yer ekan, bu joyi nima ekanda? Sement quyib qo'yibdi, qaranglar, hurmatly qonlar. Qisqasi, mol bozori yaxshi ekan, kelsangizlar bo'ladi, hurmatly qonlar. Mollar qiziq bo'lib жатadi, mol bozori hozir. Mol bozorga boramiz, shol yerdan ma'lumot olamiz. Hurmatly qonlar, aytib ketmoqchi narsa, bu yerda kamera var ekan, qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5 ta kamera var ekan. Bayqo жүргізіп тұрады екен, қараңыздар. Бұл жердечи біреу кеңірек қойсаңыздар болады екен да, билет екен. Бар жоқты қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5 та 6 та камера бар екен оны. Onlar
Mana hazır уже kelip başlaptır. Ögüzдөр. Bu balalar kança ekan, egalari jo'q ekan hozir. Qaranglar, hurmatli ögüzдөр. Hozir bu bo'lsa shu yerdan ma'lumot olasiz. Qaranglar, hurmatli Sen barakan ayt. 80 mingga olganmiz bo'g'zi burada. Hem aka biz bozorda yürüyoruz, bir de payda bir de ziyan şunun için bozorda yürüyoruz. Mo'za qizda hurmatli qaranglar. Osmanlı paydada yürüsek onda vesi çıkıp oladi. Rost mı? Qancha oldi taqsir? 75 ming. 75 mingga berib aytadigan qaranglar. Hurmatli Bolasılar. hurmatli mana urg'och bolasi bilan 75 mingga berib aytadigan qaranglar. Yok verin bunu. O kuştu verdi mi? Bolasi qancha oylik? 4 kunlik bu. Bolasi 4 kunlik ekan qaranglar, hurmatli 75 mingga berib aytadigan. Ulan soyunma sen basma oluyor. Motor bota keltirib, hurmatli egalari jo'q ekan hozir. Qaranglar. Qisqasi aytib bitirib aytgan narsa ekanda. Kengriga qaranglar, hurmatli. Cese bo'ldi qara, tikliyan. Qancha oldi taqsir? 75 ming so'm. Berib aytadi. 75 ming Qaysi so'm kanal oldi. No'qatqa bor 24. Ha, No'qatqa bor 24 da. 75 ming oldi qaranglar, hurmatli. Bugun 4-kun Qizilqada molozor o'tgan, kelib kesendir hurmatli. Qancha kunlik torpog'i? Bir cumalık. Bir jumalık torpog ekan qaranglar. Jelinde gideti 4-5 litr süt var o'xshatib olmaydi. Bildim qaranglar, jelini katta ekan. Shuni torpog'i urg'och ekan, ha? Erkakmi? Qaytning moli? tamam. To'ymo'yning moli ekan. Qaranglar, Aravan rayoni To'ymo'yning moli ekan. 75 mingga berib aytadi. To'g'ri qaranglar. Molozor qiz o'tadi. Hurmatli mening kanal qatorchilari, kelib bemalol bozorga kelsangiz bo'ladi. Qizg'a shaharida bozor ochilganda 2 juma bo'libdir. Qaranglar. Molozor qizib yotadi, qizib yurib yotadi. Qo'ylar dili emi ochilganda 2 juma bo'libdir-da. Kelib ne o'qib kelsangiz bo'ladi, hurmatli. Qaranglar. Qo'ylar bozordaqida? Yo'q. Mesni qo'ylar ekan. Ha, mesnida qo'ylar. Mesni qo'ylar ekan, qaranglar. Mesni qo'ylar ekan, jo'q qo'ylar ekan. Qısır soğuk qo'ylar. Qizil so'g'il qo'ylar ekan. So'yish bo'ladi ekan, juda jo'q ekan, qaranglar. Suyonka ketib o'tadi. Jo'q ketdi. Mana qo'ylar qaranglar, qo'ylar jo'q ekan. Bu yerda puli qancha ekan, bolashayotganini bilmadim, biroq qo'ylar yem keltirdi. Mol ko'rsatdik. Bitta echki kirib qaranglar, hurmatli. Hal echki ekan. Qaranglar mana. Echki, bitta echki kiribdir. Qancha tortgan pulni bilmadim bizlar. Qisqasi. Mana hurmatli. 23 mingdan o'ltirgan mana qo'ylar, o'qitma berib aytadigan hozir. Hurmatli. Jo'q ishlar. Qisqasi. Shu to'g'onlar, qaranglar. Mana qo'ylar. Hozirda cho'p bozorga ketdi, cho'p bozorining cho'plarini bilasiz. Qizilqada qanday ekan? Cho'plar, anam boshqa joyda qanday ekan? Bizga kommentar yozib, nega yozmanglar, hozir cho'plar bilasiz, bedellarni, somonlar bilasiz, katta onda. Hurmatli qaranglar, mesasi juda kengri ekan. Men get o'ylab qo'ydim, gektardan oshiqroq, 2 gektarga yaqinroq, 3 gektar bilmayman. Cho'ng ekan qisqasi. Qaranglar. Bizdan kiradi ekan. O, mana yerda daratxonasi bor ekan. Hurmatli qaranglar, daratxonasi bor ekan. Sen qasam kengri ekan. Qaranglar. Bu yerda tovuq bozori ham bo'ladi, mol bozori ham bo'ladi-da. Eski tovuq bozorining üstünde mol bozori bo'lib ketgan, qaranglar, hurmatli. Qisqasini aytganda aytib bitolmaysiz. Hozir cho'plarni bilasiz. Pres bor ekan, pullarini bilmayman. Qarang, egalari jo'q ekan. Bu yerdan cho'plar kiradi ekan, qaranglar. Cho'p bedi. Egalari jo'q ekan-da. Soselga mol bozorda o'xshatib topolmayman. Qaranglar. Cho'p presler. Hozir somon undan ko'ramiz. 20 so'm. Hurmatli mana somon pres 220 so'm ekan, kam bor ekan, qaranglar. Qizilqada qanday qaysi shaharda ko'rsangiz ham like bosib kommentar yozib qo'ying, hurmatli. Mana bu 220 so'm deydi. Somon pres. Qaranglar. Mana To'ymo'yning dedi pres bor ekan. Puli qanchadan nechasi?
350 kam var ekan da. Qarangizlar. Mana joqishda cho'p presga. Somon pres 220 kam bor deydi, cho'p pres 350 kam bor deydi. Bede pres. Hurmatli do'stlar, mana 350 kam bor deydi. Mana qarangizlar. To'y mo'yni bede pres ekan. Qaranglar, hurmatli do'stlar. Hurmatli tuğanlar, şundan noqat qolishib o'tayotgan aslidan qo'shib dayma amon bo'linglar, tinch bo'linglar. 2023-yilning 9-mart kunida Qizilka shahrida Molbozordan kelib oyoqladik. Sog'-salomat bo'linglar. Kelib Molbozorga kelib mol olib, mol sotib ketsangiz bo'ladi. Qizilka shahrida ыңғайлы жерде joylashib, kelmesam, kengirsten qilsam, so'y tomoqlanuvchi joylar bor ekan, daraxtxonasi bor ekan, suvsi bor ekan, qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, bize nosoy layık boshqa komment yozib qo'yinglar. Negat yozmanglar. Bugungi shunday ko'rsatuvimiz oyoqladik. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.